Bachadonda o'sibda bo'lishini bilasizmi? Men Karimova Dildora Abdulazizovna 25 yillik tajribaga ega ginekolog jarrohman. Bugun biz bachadon miomasi haqida gaplashmoqchi edik. Bachadon miomasi bu yaxshi sifatli o'simta va hozirgi paytda yosh ayollarda uchraydigan o'simtadir. Mioma bor ayollarda har xil simptomlar bo'lishi mumkin. Bulardan qon ketish, og'riq, tez hojatga chiqish, qabziyat va qorinning pastki qismida og'riqlar, qorin o'sish va boshqa belgilari bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda miomani konservativ va jarrohli davolash yo'llari bor. Qachon konservativ davolaymiz? Qachonki ayollarda simptomlar bo'lmasa yoki miomalar 2 santimetrgacha kattaligida bo'lsa. Agarda miomalar 2 santimetrdan katta bo'lsa, ko'p tugunli bo'lsa mioma va hamma simptomlari mavjud bo'lsa, albatta bu ayollarga operativ davoni taklif qilamiz. Hozirgi paytda bizning Evrosan klinikamizda ginekologik hamma jarrohli amaliyotlari o'tkaziladi va shu amaliyotlarni ayollar jamoasi amalga oshiradi. Agar sizda ginekologik muammolar kuzatilsa, kommentariyalarda plus qoldiring.